Zamonamizning eng kuchli modellaridan K70 Ultra 120 vatli quvvatlagichlargacha bor. 16 ga 512 tali misli ko'rilmagan darajada kuchli. $420 emas. Eng kuchli Note 14 Pro Plus 5G 120 vatli quvvatlagich ila 17 minutda zaryadlana oladi. 12 ga 512 tali $440 telefon. Bugun A+ yangisini $365 beramiz. Shubhasiz S25 Ultra'dan ko'rada yaxshiroq model. 24 Ultra'ni tim qora rangi, atroflargacha rangi qora. S25 dan unaqa chiqmadi. Bu smartfon 12256 lik Vietnam varianti har galgidan arzon $730 ga. Rasman 1 yillik kafolatli Note 13 ni 8 ga 128 talik full holatda yangida $133 ga. Bunaqa noyobi bir keladi, bir ketadi. Sizga sifatni, qulaylikni, yaxshi imkoniyatni Itel S23 Plus smartfoni orqali taklif etamiz. $157 ga kamida $300 lik smartfonni ekranlari qayrilgan noyob smartfonda taqdim etamiz. $75 evasiga A51 Ratno состоянияsi. $133 ga Note 8 yuzlargacha turibdi. A56 8x56 ishlatilinmagan, absolyutno yangi sim karta qo'yilmagan, faqat korobkasiz kelgan super taklif. $340 ga $420 lik telefon.